Toshkent shahri Yangi Hayot tumanidan 1 sotigini 17 ming dollardan sizlarga zo'r joy topib qo'ydik. Ko'chalarni qarang, keng, asfalt qilingan. Bizani sotilayotgan xonadonimiz mana shu bo'ladi. O'sha oynadan boshlangan, mana bu tomonda tugagan. Fasadini o'zi 25 metr, ichkariga bo'lsa 40 metr. Umumiy maydoni 10 sotiq. Mana bu uyimizning hovli qismi bo'ladi. Bu yoq tomonda katta o'zini yashil hududlari ham bor, hovlilari bor. Bemalol bu yerda qurilish qilsanglar bo'ladi. Mana bu darvozaxonasi, bu xonadonimizda yer hisobida sotilyapti. Darvozaxonasining tepasi ham mana navislar qilingan. Xo'p, bu yoq tomondagi xonalarga keladigan bo'lsak, bu yoqda 4 ta xonasi bor, 2 ta yonma-yon mehmonxona va 2 ta kattalar uchun yotoqxona qilingan. Bu tomonda bo'lsa yana 2 ta xona va oshxona, yuvinish xonalari joylashgan. Uyimizning umumiy narxini 170 ming dollar so'rashyapti. Kelib savdolashsangiz yana sunnatiga kelishtirib beramiz deb ichida xonadonimizda Yangi Hayot tumanida joylashgan. Bir 10 minut yursangiz Sergeliga borasiz va bu tomoningizda bo'lsa Food City, shunaqani Surum betonkasini yonida joylashgan bo'ladi. Lokatsiyasi Telegram kanalimizda, egalariga telefon qilib baraka qo'rsanglar bo'ladi.